Davlatimiz rahbar raisligida joriy yilning 16 aprelda bo'lib o'tgan to'qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida bu borada qator vazifalar belgilab berildi. Qashqadaryo viloyatida ham ana shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilyapti. Ta'kidlash joizki, to'qimachilik viloyat sanoatining asosiy drayver yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Viloyatda 2017-yilda 1 trillion 276 milliard so'mlik to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2024-yil yakuni bilan bu ko'rsatkich 6 barobarga oshib, 7 trillion 619 milliard so'mga yetdi. Viloyatdagi 153 ta to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalari tomonidan joriy yilning birinchi choragida 1,9 trillion so'mlik to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarilib, 12% o'sish ta'minlandi. Shundan 130 ta tayyor tikuv-trikotaj, 11 ta ip yig'ruv, 5 ta trikotaj mato to'qish, 6 ta ipgazlama mahsulotlari ishlab chiqarish va bitta matoni bo'yash loyihalari faoliyat ko'rsatmoqda. Sanoatda to'qimachilikning ulushi 23% ni tashkil etyapti va joriy yilda amalga oshiriladigan yangi loyihalar hisobiga yil yakuniga qadar 28% ga yetkaziladi. Bugungi kunda to'qimachilik sanoatimiz eng istiqbolli sanoatlardan biriga aylandi. To'qimachilik sanoatida eng ko'p ish o'rinlari yaratildi. Shu bugungi kunda respublikamizdagi jami ish o'rinlarining 20% ga yaqinini o'z to'qimachilik sanoati vakillari egallab turibdi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2024-yilning 16 aprelda o'tkazilgan to'qimachilik sanoatini salohiyatini oshirish va uning investitsion hamda eksport hajmini oshirishga bag'ishlangan selektor yig'ilishlarida bir qancha topshiriqlar berildi. Mana shu topshiriqlarning bajarilishi bo'yicha Qashqadaryo viloyatida ham juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Qashqadaryo viloyatida respublika bo'yicha eng ko'p paxta tolasi yetishtiriladigan bo'lsa, bizning viloyatimizda 450 ming tonna atrofida paxta xomashyosi yetishtiriladi. Shundan 150 ming tonna atrofida paxta momig'i olamiz. To'liq 100% qayta ishlashga ega bo'lgan quvvatlarimiz yaratildi. Ipkalavani ham qayta ishlashni 45% ni chuqur qayta ishlashga o'tkazdirishga erishdik. Ya'ni Qashqadaryoda yetishtirilgan paxta tolasi 100% qayta ishlanayotgan bo'lsa, ipkalava ham 45% ga qayta ishlanib, keyingi etaplar, ya'ni chuqur qayta ishlanish, to'quv hamda trikotaj matasi ishlab chiqarish, shuningdek tayyor tikuv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Endigi topshiriq mana shu yetishtirilgan mahsulotni, to'qilgan tikuv trikotaj mahsulotlarini bo'yashni yo'lga qo'yish va GSP+ standarti bo'yicha Yevropa bozorlariga olib chiqish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bugun viloyatda paxta xom ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon zanjir asosida amalga oshirilmoqda. Paxtani dastlabki qayta ishlash 100% viloyatning o'zida bajarish yo'lga qo'yildi. Toladan ipkalava ishlab chiqarish darajasi 85% ni tashkil etadi. Ipkalavani qayta ishlash orqali ipgazlama va trikotaj mato ishlab chiqarish 35% ni tashkil etmoqda. Matodan tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha viloyatda 224 ta korxona faoliyat ko'rsatib, ular tomonidan qariyb 56 million dona tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarilmoqda. Qarshi, Shahrisabz shaharlari va Qarshi, Koson, Yakkabog' tumanlarida matoni bo'yash, tayyor tikuv trikotaj mahsulotlarini brendlashtirish va mahsulotlarni chuqur qayta ishlash amalga oshirilmoqda. Qashqadaryo viloyatida 2024-2026 yillarda 17 ta yirik loyihalarni amalga oshirish mo'ljallangan. Bugungi kunda mana shu 17 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha investitsion dasturlar ishlab chiqilgan. Mana shu dastur asosida 2 trillion so'mdan ortiqroq loyiha qiymatlariga ega bo'lgan 17 ta loyihamizdan ishga tushadigan bo'lganda mana shu ishlab chiqarish jarayonlarimiz Qashqadaryoda yetishtiriladigan paxta xomashiyosini to'liq 120% gacha qayta ishlash imkoniyatini beradi. Qashqadaryo viloyatida 2023-yilda 255 million dollarlik mahsulot eksport qilgan bo'lsak, bu yil shu ishlab chiqarish eksportini 400 millionga yetkazamiz. 2025-yilga borib shu ko'rsatkichni 600 millionga yetkazish rejalashtirilmoqda. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida bugungi kunda to'qimachilik tarmog'idagi 6 mingdan ziyod korxona 570 ming aholini doimiy ish bilan ta'minlayotganiga e'tibor qaratdi. Bugungi kunda viloyatda ham 500 ga yaqin korxona, 12 mingdan oshiq aholi ish bilan band. Qarshi shahridagi Sulton-Tex Group mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 12 gektar yer maydonida qiymati 103 million yevro bo'lgan hamda yillik eksport imkoniyati 150 million yevro bo'lgan 4 ta yangi loyiha amalga oshirilyapti. Shuning natijasida 4 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratiladi. Prezidentimizni o'tkazgan selektor yig'ilishlarida aytilgandek, korxonamizda
paxtani ekishdan tortib paxtani qayta ishlash va undan keyin yigirish, to'qish ishlari amalga oshirilyapti. 2017-yilda shu fabrikamiz ochilgan bo'lsa, shundan boshlab mana paxta ekishdan boshlab to tayyor kiyim-kechakgacha bo'lgan jarayonni to'liq hozir bajaryapmiz. Bu yoq seximiz yo'q edi. Hozir shu sexda mana Qarshi shahrida Chiroqchi erkin iqtisodiy zonasida tashkillashtirilyapti. Qurilish 130 million yevrodan ortiq bo'lgan miqdordagi loyihamiz amalga oshirilyapti. U yerda hozir shu loyihani amalga oshirganimizdan so'ng 4000 ta ishchi o'rni yaratiladi. Hozirgi kunda biz 16 ming tonna kalava ishlab chiqaramiz. Shundan 5000 tonnasi tayyor mato qilib ishlab chiqaramiz. Keyin 5 million dona tayyor kiyim-kechak ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimizni Yevropa mamlakatlaridan Polsha, Portugaliya, Italiya davlatlariga, Turkiya davlatlariga eksport qilinyapti. Misr davlatiga qilyapmiz eksport. Tayyor kiyim-kechaklarni Rossiya davlatlariga eksport qilyapmiz. Video selektor yig'ilishida to'qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Vohaning Ko'kdala tumanida trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish xorijiy korxonasining ishga tushgani bu boradagi imkoniyatlarni yanada kengaytirdi. Italiyaning yirik ishlab chiqarish kompaniyasi ishtirokida tashkil etilgan korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar endilikda Yevropa ittifoqi bozorlaridan o'rin olmoqda. Ushbu ishlab chiqarish obyektida yil boshidan 1,4 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi va 100 ming dollarlik eksport amalga oshirildi. O'zbek paxtasidan trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish va ularni Yevropa bozorlariga eksport qilish hajmini sezilarli darajada oshirish maqsadida tashkil etilgan korxona tomonidan yiliga 8 million donagacha tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda 1 million yevro miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilinib, 80 dan ortiq doimiy ish o'rni yaratildi. Bizning ham Ko'kdala tumanimizda shunday sexlar qurilsa deb orzu qilardim. Mana shu sexda ishlayapman qizlar bilan birgalikda. Ishli, daromadli bo'ldim. Qizg'arimga daromad olib borayotganimdan xursandman. Korxonaga Italiya davlatidan eng so'nggi rusumdagi zamonaviy tikuv dastgohlari olib kelib o'rnatildi. Ayni paytda bir oyda 200 ming dona kiyim-kechak ishlab chiqarilmoqda. 260 mingdan ortiq 5 xil dizayndagi dastlabki mahsulot O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'i ostida Yevropa davlatlariga eksport qilishga erishildi. Tikuv dastgohlarini boshqarish, kiyim-kechaklarni Yevropa andozalariga mos sifatli tayyorlashni ta'minlash maqsadida italiyalik mutaxassislar tomonidan o'quvlar tashkil etilmoqda. Siamo qui a produrre in questo paese. O'zbekiston paxtasi sifati, tolasining pishiqligi va mayinligi bilan alohida ajralib turadi. Undan dunyo standartlariga javob beradigan mahsulotlar tayyorlash mumkin. Aynan shu jihatlar va yurtingizda qulay investitsiya muhiti mavjudligi tufayli shu yerda korxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Men bu yerda sifat nazorati bo'yicha ish olib boraman. Mahalliy ishchilarga keladigan bo'lsak, qisqa vaqt ichida sohani yaxshi o'rganib olishdi. Ular tomonidan tayyorlanayotgan kiyim-kechaklar yevropalik xaridorlarimizning talab va ehtiyojini oshirdi. Yaqinda yangi liniyamizni ham ishga tushirdik. Yana qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi. Ishlab chiqarish va eksport hajmi ham yanada oshadi. Fabrics che la produzione veramente molto buona. Ikkinchi bosqichda bu yerga Italiya davlatidan lazer yordamida bichish uskunasi olib kelish rejalashtirilgan bo'lib, natijada ishlab chiqarish hajmi yanada oshiriladi. Korxona to'liq quvvat bilan ishlay boshlasa, 500 nafar mahalliy aholining bandligi ta'minlanadi. Koson tumanidagi Bunyodkor tekstil klaster korxonasi tomonidan umumiy qiymati 55,6 million AQSh dollari bo'lgan 5 bosqichli loyiha amalga oshirildi. Birinchi bosqichda qiymati 3 million 600 ming dollar bo'lgan Epigru fabrikasi ishga tushirilib, yilga 2500 tonna paxta tolasini qayta ishlash yo'lga qo'yildi. 170 nafar aholining bandligi ta'minlandi. Ikkinchi bosqichda ip kalava ishlab chiqarish kengaytirildi. Loyiha qiymati 38 million dollar bo'lgan gazlama va trikotaj mato ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi va tayyor kiyim-kechaklar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Bu bilan yana qo'shimcha 1300 ta ish o'rni yaratildi. Ayni paytda 3-bosqich qiymati 14 million dollarlik loyiha ishga tushirilyapti.
Matoni bo'yash yo'lga qo'yilib, tikuvchilikni kengaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Buning natijasida mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu yerda jami 2,5 ming ish o'rniga ega bo'lgan 55,6 million dollarlik investitsiya loyihasi amalga oshirilib, paxta xom ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon yo'lga qo'yildi. 7 ming gektar yer maydonida yetishtirilgan paxta xom ashyosidan 20 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Yiliga 15-20 million dollar eksport amalga oshirilyapti. Prezidentimizning 2024-yil 16-aprel kunidagi to'qimachilik sanoatini rivojlantirish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishlar bo'yicha bir qancha topshiriqlar berdilar. Bu topshiriqlarni amalga oshirish bo'yicha, ijrosini ta'minlash bo'yicha bizning korxonamiz tomonidan ham yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu bizani o'zimizning korxonamiz misolida aytadigan bo'lsak, bizani Bunyodkor MChJ paxta to'qimachilik klaster korxonamiz 2017-yil tashkil qilingan bo'lib, o'sha tashkil qilingan vaqti faqatgina kalava ip mahsulotini ishlab chiqarish yo'nalishi yo'lga qo'yilgandi. Bunda shu 120 dan ortiq ishchi o'rni bilan ishni boshlaganmiz va hozirda korxonamizga 1500 nafardan ortiq xodimlar hozir bugungi kunda faoliyat yuritmoqda. Chigitni dalaga ekishdan boshlab to tayyor mahsulotgacha ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlar qamrab olingan. Shu bizada hozirda faqat shu bo'yoq loyiha mavjud bo'lmaganligi sababli bugungi kunda qiymati 56 million AQSh dollari bo'lgan motorlarni bo'yash va gul bosish loyihasini amalga oshiryapmiz. Bu loyihamiz 2 bosqichli bo'lib, birinchi bosqich 2024-yil 1-sentyabrga qadar ishga tushirish mo'ljallangan. Bugungi kunda uskunalar yetkazib berilmoqda. Buning natijasida shu qo'shimcha ravishda 2000 nafar korxonamizda ishchi o'rni yaratiladi. Bundan tashqari korxonamiz tomonidan shu Qashqadaryo viloyati Koson tumanida barcha infratuzilmaga ega bo'lgan Bunyodkor industrial texnopark tashkil etilmoqda. Buning natijasida tumandagi o'sha 100 ga yaqin tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar o'sha texnoparkda o'z faoliyatini boshlaydi. Bu yerda shu 4000 nafardan ortiqroq ishchi o'rni yaratilib, shu tumanda eksport salohiyatini oshirishga o'zining hissasini qo'shadi deb hisoblaymiz. Korxonamiz tomonidan bugungi kunda o'sha ishlab chiqarish quvvatlari bo'yicha yiliga 6000 tonna kalava ip mahsuloti, 3900 tonna trikotaj mato, 4 million pagonometr tkatskiy mato, 3 million tonna trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Qarshi tumanidagi klaster Hilol mahsulot cheklangan jamiyati yiliga 3600 tonna kalava ip ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu yerga ishlab chiqarish jarayonlari uchun Germaniya, Turkiya, Shveysariya, Italiya davlatlaridan eng zamonaviy ip yig'ruv dastgohlari olib kelingan. Bizning fabrikamiz ham 2021-yil tashkil qilingan. Shu yildan beri o'sha chet elga eksport qilib kelamiz. Bizning mahsulotlarimiz asosan ip kalava mahsuloti bo'lib, ushbu mahsulotlarni jahon standarti talablariga mos, xos qilib ishlab beryapmiz. O'tgan yillari mana shu bizlar 30 ga 1 karni, 30 ga 1 gribinday mahsulotlarni ishlab chiqqan bo'lsak, bu yildan 24 ga 1, 36 ga 1 har xil turdagi markalarda chet el hamkorlarimiz talabiga asosan ishlab chiqaryapmiz va shularni eksport qilyapmiz. Korxonada ishlab chiqarish hajmi bosqichma-bosqich oshirib borilyapti. Dunyo standarti talablariga javob beradigan mahsulotga buyurtmachilar ham ortyapti. O'tgan yili 4 tonna paxta tolasi qayta ishlanib, 3600 tonna ip kalava ishlab chiqarildi va 80% chetga eksportga yo'naltirildi. Eksport hajmi 7 million dollarni tashkil etdi. Joriy yilning 5 oyi davomida 1800 tonna paxta tolasi qayta ishlandi. 2 million 600 dollarlik sifatli ip kalava Turkiya, Xitoy, Germaniya, Pokiston, Singapur va Buyuk Britaniya davlatlariga eksport qilindi. O'tgan yili korxona tomonidan loyiha qiymati 3 million dollar bo'lgan paxtani dastlabki qayta ishlash zavodi ishga tushirildi. Turkiya davlatidan energiya tejamkor zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi va 60 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ushbu zavod yiliga 30 ming tonna paxta xom ashyosini qayta ishlash quvvatiga ega. To'qimachilik va tikutrikotaj sanoatini yanada rivojlantirishni nazarda tutgan klasterda quvvatlar bosqichma-bosqich oshirib borish ko'zda tutilgan. Korxonaning birinchi bosqichida paxta xom ashyosidan ip kalava ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda mato ishlab chiqarish, ishlov berish va tayyor kiyim-kechaklar ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Ayni paytda klaster tomonidan yana bir yirik loyihaga qo'l urildi. Kasbi tumanidagi Dinov mahallasida paxta va sun'iy toladan aralash ip ishlab chiqarish fabrikasi bunyod etilmoqda. Loyiha qiymati 30 million yevro bo'lgan korxona ishga tushishi bilan 400 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Bu yerda yiliga 4200 tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarish
yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, viloyatda bir qator tikuv fabrikalari faoliyati ham yo'lga qo'yilib, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Qarshi shahridagi Sana mas'uliyat cheklangan jamiyati tikuvchilik fabrikasida ayni vaqtda 250 nafar xotin-qiz mehnat qiladi. Chevar ayollar tomonidan sifatli eksportbop tayyor kiyim-kechaklar tikilib, ichki va tashqi bozorga yetkazib berilmoqda. Ayni vaqtda tikuvchilik fabrikasida qiymati $500 ming bo'lgan yangi loyiha amalga oshirilyapti. Xitoy davlatdan 158 ta zamonaviy dastgohlar olib kelinib, qishki kiyim-kechaklar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari korxona qoshida o'quv markazi ham barpo etilmoqda. Bu yerda ustoz-shogird an'anasi asosida yoshlarga kasb-hunar sirlari o'rgatiladi. Ham nazariy, ham amaliy o'quv mashg'ulotlari olib boriladi. Viloyatda yil yakuniga qadar umumiy qiymati $293 million qurushda yangi loyihalarni ishga tushirish hisobiga qo'shimcha 90 ming tonna ipkalava, 30 ming tonna trikotaj mato va 5 ming pagonometr ipgazlama, 45 million dona tayyor tikuv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. 5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Natijada yil yakuni bilan paxta tolasidan ipkalava ishlab chiqarish 85% dan 100% ga, ipkalavani qayta ishlash 35% dan 48% ga yetkaziladi. Tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish 80 million donaga, eksport hajmi esa 130 million dollarga oshadi. Prezidentimiz tomonidan to'qimachilik sohasida eksport va investitsiya hajmlarini oshirish bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida asosiy e'tibor eksport geografiyasini kengaytirishga qaratildi. Bu borada Qashqadaryo viloyatida ham xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning birinchi choragida 27 ta davlatga 72 million dollarlik, shundan Yevropa davlatlariga o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'p to'qimachilik mahsulotlari eksport qilindi. Mahsulotlar asosan Turkiya, Rossiya, Xitoy, Portugaliya, Polsha va boshqa davlatlarga yo'naltirildi. Eksportning 62 million dollari ipkalava, 12 million dollari esa boshqa to'qimachilik mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar, qulay infratuzilma, zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini yo'lga qo'yish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi farovonligini ta'minlash, shahar va qishloqlarning obodligiga xizmat qiladi. Bundan tashqari soliq tushumi oshadi, eksport imkoniyatlari kengayadi, aholining bandligi ta'minlanadi.